aleyküm hammaga. Bugungi qiladigan ishimiz osmos apparatimiz membrana filtrini almashtiramiz. Filtr deyish uchun ikkita mana bu shestigranniy bo'shatiladi. Bo'shat vichorli to'rtovini ham endi mana bu quloqchalarni chiqarishimiz kerak. Strelkasini bu tarafga tepaga qarang. Buni ichida suv qoladi. Suvni to'kib yuborishimiz kerak. To'kib yuborish uchun tagida ikkita nima bo'shatib yuboramiz. Bo'shatsa ham shu suv to'kilib ketadi. Ichib bo'ldi. Endi yangi membrana ham qo'yamiz. Membranamiz razmeri 40 500 litrli osmos 1 tonnali osmos apparatlarga to'g'ri keladi. Narxi $120 donasi. Garantiya suv, ichimlik suv uchun to'g'ri keladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Membranamiz ULP22 polniy kodlari bor. Качество zo'r. Buni primoy mana shu zavoddan olib kelamiz, 12 degan. Bu zavoddan osmos apparatlar ham olib kelib berishimiz mumkin o'zining narxida. Faqat biza xizmatimiz uchun pul olamiz, kelishib любой объемdagi filtr apparat olib kelib beramiz. Primoy zavoddan zavod o'zi terib jo'natadi. O'zbekistondan terilmagan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Juda ham arzonga tushadi sizlarga. Ustiga qo'ymaymizda apparatni. Qanaqa narx bo'lsa shunaqa narxda keladi. Faqat kargo uchun to'laysizlar va bizning xizmatimiz uchun to'laysizlar. Bu tarafimiz tepaga edi. Aylantirib kirgizib olamiz. Strelka tepaga. Bu tarafı pastga strelkasi. Tiqonli buni. Bu masalan kirishi qiyin bo'lsa, o'sha chetida rezinka bor, rezinkaga ozroq o'sha pishyovoy yog'dan ozroqgina rezinka siypanchi bo'lish uchun surkab yuborasizlar, kirishi osonroq bo'ladi. O'rtoqlar men bilan qo'yib olaylik. Shestigraniylarni ko'p ham qisish shart emas. Mana shu tarafi bilan qisib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ko'p qissangiz itga yetishga qiynalishlari mumkin. Qo'yib olaylik membrana. Xudo xolasa, mana ham qisib olaylik. Bularni ham plasmaslarni ham prosta qo'llaringizga qisasizlar. Bironta yana kalti qisaman deb sindirib qo'yasizlar. Bular juda ham mo'rt narsa bo'ladi. Shuning uchun qo'llaringizga qisasizlar. Navodagi tech chiqarsa ozroqgina kalcha bilan ozroq qisasizlar, ko'p emas. Paklarni ham qo'yib olaylik. Ishlatdi. Keladigan suvni ko'rsatyapti. Endi suvni endi ko'rsatadi, kelgani yo'q. Tushib boryapti o'zi. Mana. Ko'payimi tushib boryapti.
ishlagan sari pasayaveradi ppmi. Ozroq ishlash kerak. Ishlatgan paytda e'tibor berish kerak. Mana bu davleniyalari 1.2 tursa yaxshi. Ozroq tushiramiz. Ha, 1.2 qildik uni. Buni ko'p baland qilsanglar, membranani tez umrini kamaytiradi. Buni kamaytirish uchun mana bundan lugrovka qilasizlar. Shu membran. Asbisi 24 ga tushdi. Davleniyamiz ham yaxshi. 19 ga tushdi. 13.32 11 ga tushyapti. Rasipsa yaxshi ishlayapti apparatimiz. Nasib bo'lsa shu o'zimiz testerimiz bilan o'lchab ko'rsa ham nasib bo'lsa mana 10-11 chiqishi mumkin. Bu degani yaxshi, xudo xolasa. Bu testerni qayerdan olsa bo'ladi desanglar, o'zim marketda ham bu. Xuddi mana shundan olsanglar yaxshi tester. Yana boshqachalari bu bir xillari tushunarsizroqda. 100 ming atrofida turadi. O'rtoqlar, membranalarimiz, yangi membranalar. Bular klient uchun pod zakaz kelgan. Ikkalasi ham xudo xolasa 500 litrlikdan. Kimga qiziq bo'lsa, membrana qanaqa ob'yom, farqi yo'q, qanaqa xohlagandek qilib filtrlarini tegdirib, xohlasa ultrafiolet qo'ydiramiz, xohlasa mana bunaqa mineraldan qo'ydiramiz. O'zini narxida olib kelib beramiz. Faqat o'zi zavodga o'zini narxida to'lovini qiladi, kargoni to'lovini qiladi. Bizga xizmatimiz uchun to'lovni qilib bersa, xudo xolasa olib kelib beramiz. Bu zavod terilmagan bir xil O'zbekistonda termani arzonroq sotilyapti, lekin kачество baribir bunday bo'lmaydi. Ancha arzonga tushadi, xudo xolasa. Xohlagandek qilib teri olib kelib beramiz. Ancha arzonga tushadi. Telefon raqamlarga, kimga qiziq bo'lsa telefon raqamlarga chiqinglar.